Qizlar ish degani ishladim, boshqa qildim, lekin o'zimga vaqt ajratmayman, faqat ishga tikaman degani emas. Qizlar birinchi o'chirda o'zingizlarning sog'lig'ingizga e'tibor beringlar. Tushundinglar? Semirib, tarvaqaylab, o'zingizlarga qaramay yursanglar, hech qaysi ona sizlarga доверять qilmaydi. Hozirgi zamonda встречают по одежке, провожают по уму. Ya'ni ko'rinishingizga qarab baho berishadi. Birinchi qiladigan ishinglar baribir sizlarni bitirib viziflarga borish qizlar. Viziflarga borganingizda hammanglar akkuratni, chiroyli, hid kelmay, xalatda yursanglar, sizlarga bo'lgan доверияsi bo'ladi. Uning uchun D3 lar, omega lar, inositol demoqchi bo'lganim, o'zingizlarni sog'lig'ingizga oldin tikib olinglar. Mana hozir bilimga vложение qildinglar-ku, ya'ni investitsiya o'zingizlarga, endi sog'lig'ingizlar ham normada bo'lsin. Hamma vitamin, hamma dorilar, hamma narsalarni vaqtida ichsanglar